Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdirashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kundalik xabarlar proqramımızın təfsilatında bolsun. Bugün, yəni 19 iyul günü O'rta Sharq və Şimal Afrika Kişilik Hüquq Təşkilatı, Dünya Xətar Astidagi Millətlərini Qoğdaş Təşkilatı, Xalqara Qiynaşning Oldini Olish Təşkilatı, Belgiya Aldınqı Sap Qoğduqçuları Təşkilatı, Dünya Uyğur Qurultayı, Uyğur Akademiyası, Şərq Türkistan Ölümalar Birligi, Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşu, Kanada Şərq Türkistan Birligi, Uyğur Hərəkəti Təşkilatı, Qırğızistan Uyğur İttifaqı, Qazaxıstan Uyğur Yaşları Birliyi qatarlıq 50-dən artıq xalqara təşkilat və Uyğur təşkilatı Uyğur fəaliyyətçi İdris Həsənnin Xitay hökumətinin tələbi bilan Marrakeş Dövlət Xəvfsizlik xadimləri tərəfindən 2021-ci il 19 iyul günü Marrakeşnin Casablanca aerodromunda qo'lga olinganligining dal 1 yillik munosabati bilan birlashma bayonot e'lon qilib, Marrakeş hökumatidan İdris Həsənni Xitoyga qaytarib bermaslikni və uni turmadan darhol ozod qilishni talab qildi. Birlashma bayonotda yana Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini dunyo paş qilishda aktiv rol o'ynab kelgan İdris Həsən agar Xitoyga qaytarilgan taqdirda uning turmaga tashlanib og'ir qiynashga duchor bo'lganligi, hatto hayotining xavfiga uchraydiganligi ta'kidlab o'tildi va Marrakesh hukumatining o'zi imzo qo'ygan xalqaro qiynashning oldini olish ahdnomasining ro'yiga amal qilib, İdris Həsənni Xitoyga o'tkazib berishdan qat'iy turda saqlanishi va İdris Həsənning 3-chi bir bexatar davlatda panohlanish uchun demokratik ellar va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlashishi lozimligi bildirildi. İdris Həsən 2012-yil Xitoyning Shandong o'lkasiga joylashgan Xitoy neft universitetini bitirgan va Sharq Turkistondagi bostirish siyosati sababli 2012-yil 7 oktyabr Turkiyaga kelgan. U Turkiyada yashash jarayonida Xitoyning arz shikoyati sababli ko'p qatimliq tutqun qilingan. Jumladan 2017-yil 6 apreldan 2018-yil 6 aprelgacha saq 1 yil Erzurum ko'chmanlar idorasi va Aydın ko'chmanlar idorasi tutib turilgan. İdris Həsən ko'p til bildigan tirishchan yosh bo'lib, grafik loyihalash, torbat yasash, film montaj qilish qatorliqlar bilan shug'ullanib kelgan. Bu jarayonda bir qism tashkilotlarning xizmatlariga va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatga fosh qilishga aktiv kuch chiqarib kelgan. İdris Həsən 2021-yil 7-oyning 19-kuni Turkiyadan G'arbiy Yevropa davlatlariga panoh izlab minib Marrakeshning Casablanca xalqaro aerodromida tutib qilingan. Xitoy bilan yaqin munosabatda bo'lib kelgan Marrakesh hukumati Xitoyning talabi bilan xalqaro tashkilotlarning talabiga va o'zi imzo qo'ygan xalqaro qiynashning oldini olish ahdnomasining ro'yiga pisand qilmay 2021-yil 12-oyning 15-kuni sud orqali İdris Həsənni Xitoyga qaytarib berish haqida qaror chiqargan edi. Marrakesh sotining bu qarori ayni chog'da BDT musofirlar oliy komissarligi, Amerika boshchiligidagi ko'plagan g'arb davlatlarining hukumatlari, xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq ko'plagan kishilik huquq tashkilotlari va muhojiratdagi Uyg'urlarning kuchli noroziligini qo'zg'agan. Marrakesh sotining qaroridan keyin har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlari shu davlatlarda turishli Marrakesh elchixonalari oldida keng ko'lamli norozilik namoyish uyushtirib, Marrakesh hukumatini ayblagan va ularni bu xato qarorini darhol o'zgartirishga chaqirgan. Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquq qo'g'dug'ichilarini muhofazat qilish tashkiloti qatorliq xalqaro tashkilotlar va parlamentlar aro qurilgan Xitoy ishlari bo'yicha xalqaro parlamentlar hamkorligi hamda Yevropa parlamentining bir qism parlament a'zolari 2021-yil 12-oyning 16-kuni orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Marrakeshning bu sud qarorini darhol o'zgartirishni talab qilgan edi. Intayin kuchli xalqaro besimga duch kelgan Marrakesh hukumati İdris Həsənni Xitoyga qaytarishni hozir qadar kechiktirib keldi. Ma'lum bo'lishicha, İdris Həsən tutilgandan keyin Interpol, ya'ni xalqaro soqchi tashkilotining uning ustidan chiqargan tutish buyrug'i amaldan qoldirilgan. BDT mo uni kishilik huquq faoliyatchisi deb qo'g'dash doirasiga kirgizgan. 12 iyuldan 15 iyulgacha Sharq Turkistonni tuyuqsiz ziyorat qilgan Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning bu qatimqi tekshirish jarayonida qilgan bayonlari uning Uyg'urlarni tamoman dinsizlashtirish va xitoylashtirishdan iborat qora niyatini yana bir qatim ro'shan holda isbotlab berdi. Xitoy hukumatining boshqarishidagi xalq to'rining ingliz saytisining xabar qilishicha, Xi Jinping Sharq Turkistonni ziyorat qilganda qilgan so'zida diniy ishlarga munosabatli boshqarish iqtidorini yuqori ko'tarish masalasi haqida to'xtalgan. U munolarni ta'kidlagan. Xitoydagi islom dini yo'nalishi cho'qim Xitoycha bo'lishi kerak. Dinni cho'qim Xitoycha sotsialistik jamiyatga moslashtirish kerak. Siyosiy jihatda ishonchlik, diniy tadqiqot muvaffaqiyat qozongan, keng hurmatga sazovor va xalqliq mezgillarda rol o'ynaydigan bir turkum diniy zotlarni yetishtirish kerak. Har qaysi millatlarni millat,
tarix, madaniyat va dinga bo'lgan to'g'ri ko'z qarashni taraq qildirishga yetaklash va ularning vatan, Junxo millati, Junxo madaniyati, partiya va sotsializmni e'tirof qilish saviyasini yuqori ko'tarish uchun texmi ko'p xizmatlarni ishlash kerak. Tonilgan Uyg'ur masalalari tadqiqotchisi, Amerika Kommunizm qurbonlari xotira fondi tadqiqotchisi Dr. Adrian Tens Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida Xi Jinpingning bu ziyoratini navbat yurgizilayotgan siyosatlarni qat'iy davomlashtirishni tasdiqlab, rag'batlantirishi deb qarashga bo'lganligini aytdi. U mundaq dedi: "Shundoq, uning bu bayonoti nihoyat ochiq va muhim. Chunki keng ko'lamli tutqun qilish, lagerlarni qurish qatorliq barliq siyosatlarning hammasi Beijingdagi Xitoy Markaziy komitetining bayrog'i va yetakchiligi ostida, ya'ni ularni Xinjiangning boshqarish strategiyasi ostida elib berilgan. Shunga Xi Jinpingning ziyorati Beijingning siyosatining to'g'ri ekanligi va uni davomli yo'l qo'yish kerakligini ta'kidlash, uni muayyanlashtirishdan iborat. Bu yana uning bu siyosatlaridan faxrlanish tuyg'usini ko'rsatadigan bo'lib, u bu orqali hech kimning Xitoyning milliy siyosatiga aralashmaydiganligi va Beijingning qizil siziqini mustahkam qo'llaydiganligining signalini berdi. Darvaqa yaqinda oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlaridagi ba'zi maxfiy hujjatlar Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Uyg'urlarga yurgizilayotgan ziyonkashliklarning bosh loyihalagisi ekanligini oshkorlab bergan edi. Maxfiy hujjatlarning birida Xi Jinpingning lagerlarning odamga liq to'shib ketganligidan xabardor ekanligi, markazning yangi lagerini qurish va texmi ko'p lager soqchilarini xizmat qabul qilish uchun moliya rasxoti va boshqa sharoitlarni yaratib berdiganligi aniq tilga ilingan bo'lib, Xi Jinpingning Uyg'urlar qaratilayotgan insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik siyosatining bosh qo'mondoni ekanligi oydinlashgan edi. Uyg'ur xalqining sodiq qo'llovchisi va samimiy do'sti sobiq Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Amerikaning 2024-yildagi prezidentlik saylovida nomzod bo'lishga tayyor ekanligini bildirishi muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida so'yindirdi. 2021-yili 1-oyda Amerikaning sobiq Trump hukumati huquqni prezident Baydenga o'tkazib berishdan bir kun avval ayni chog'dagi Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb jakarlash orqali butun dunyoda intayin zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan. Shundan keyin Xitoyning birinchi nomerlik dushmaniga aylangan Mike Pompeo apandim Xitoyning turli hujumlarga uchirgan edi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, agar Mike Pompeo haqiqatan o'zini nomzodlikka ko'rsatsa, u sobiq prezident Trump bilan jumhuriyatchilarning prezident nomzodligini talashidi ekan. Buning oldida sobiq prezident Trump o'zining 2024-yildagi saylovda jumhuriyatchilarning qayta nomzod bo'lganligi va saylovda utib chiqadiganligini aytgan. Lekin Pompeo Trumpning o'zining qayta nomzodlikka ko'rsatishi uning prezidentligini talashish qaroriga ta'sir ko'rsatmaydiganligini bildirgan. Angliya vaqt gazetining oshkorlashicha, Mike Pompeo Angliyaga qilgan yaqinqi bir ziyoratida vaqt gazetiga o'zining nomzodligiga tayyor ekanligi, Trumpning 2024-yildagi saylovda qayta prezidentlikni talashadiganligini e'lon qilishi uning prezidentlikka nomzod bo'lish qaroriga ta'sir qilmaydiganligini bildirgan. 58 yoshli Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar qarta keng ko'lamli tutqun elib berib, millionlagan kishini lager, turmalarga qamagan, majburiy emgak salgan oilalarni parchalagan, Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib, Uyg'ur nupusining aziyib ketishini keltirib chiqargan ochqishliq bir vaqt vazifa o'tagan. U tashqi ishlar ministrlik vazifasini o'tagan 2018-yildan 2021-yilgacha bo'lgan 3 yil jarayonida Uyg'urlar masalasi Amerika tashqi siyosati va Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardagi muhim omilga aylangan. U yana BDTda Uyg'urlar to'g'riliq yig'in chaqirgan. Chet ellar bilan bo'lgan uchrashuvlarda Uyg'ur masalasini izchil o'tirib qo'yib kelgan tunji Amerika tashqi ishlar ministri bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Mike Pompeo ham Amerika Markaziy istixborot idorasining boshlig'i, ham tashqi ishlar ministrligining ministrlik vazifasini o'tagan tunji kishi ekan. Pompeo 2017-yildan 2018-yilgacha Markaziy istixborot idorasining boshliq vazifasini atqargan edi. Sidney Ümit Ana Til Uyg'ur Mektebi, Sidney Uyg'ur Yoshlar Mashribi va Sidney Uyg'ur Xonimlar guruhi tarafidan 17-iyul yakshanba birlikda uyushtirilgan yosh o'smirlarning Qurbon hayitini tabriklash madaniyat san'at kechiligida Sidneyda Uyg'ur uyi setib olish uchun iyon to'plash harakati elib berildi va to'plangan $3000 ga yaqin pul Sidneydagi Uyg'ur jamoat tarafidan qurilgan Uyg'ur uyi setib olish fondiga topshirib berildi. Vatanimiz Sharq Turkistonning istiqlol marshi va Avstraliyaning davlat marshi bilan boshlangan bu qitimli faoliyatda Sidney Ümit Ana Til Uyg'ur Mektep bilan Sidney Uyg'ur Yoshlar Mashribidagi yosh o'smirlarimiz mo'l mazmunli san'at nomerlarini o'rinlash orqali o'zlarining Uyg'ur madaniyat san'atiga bo'lgan sevgisini ifoda qildi va keng ota-onalarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi.
Sidney Uyg'ur xonimlar guruhi tarafidan hozirlangan heytliq taomlar tomoshabinlarga taqdim qilindi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Gulmira Zunun xonimning istansimizga bildirishicha, bu qitimqi Qurban heytliq san'at faoliyatini uyushtirgan Sidney Umid ona til Uyg'ur maktabi, Sidney Uyg'ur yoshlar mashribi va Sidney Uyg'ur xonimlar guruhi Avstraliya xalqiga Uyg'ur madaniyat san'atini va Uyg'ur taomlarini tonutish, Sidneyda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz o'rtasidagi o'zaro birlik, ittifoqlik va hamkorlikni kuchaytirish jihatda muhim rol o'ynab kelmoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.